hurmatli tinglovchilar, men Jakbarova Mahra Ibrohimjonovna, Namangan davlat pedagogika instituti boshlang'ich ta'lim innovatsiya kafedrasi o'qituvchisi. Bugun biz sizlar bilan o'zbek tilida so'z yasalishi hamda so'zlarning tuzilishiga ko'ra turlari bo'yicha suhbatlashamiz. Demak, o'zbek tilida so'z yasalishini quyidagi rejalar bo'yicha ko'rib chiqamiz. O'zbek tilida so'zning yasalishi bo'yicha umumiy hamda fiksatsiya usuli bilan so'z yasalishda fonetik hodisalar hamda so'zlarning tuzilishiga ko'ra turlari sodda, qo'shma, juft va takroriy so'zlar. Har bir til so'z yasalishi bilan o'zining leksik qatlamini boyitib boradi. O'zbek tilida so'z yasalishi ham ana shunday so'zning leksik qatlamini boyituvchi asosiy manbalardan biri hisoblanadi. Keling, buni ko'rib o'tamiz. O'zbek tilida affixatsiya usuli bilan so'z yasalishi ustuvor hisoblanadi. Ya'ni boshqa tillardan so'z olish orqali unga o'zimizda mavjud bo'lgan so'z yasovchi qo'shimchalarni qo'shish orqali ham o'zbek tilida so'zlar sonini ko'paytirishimiz mumkin. Buni ba'zi manbalarda morfologik usul bilan so'z yasalishi deb ham yuritiladi. Kompozitsiya usuli bilan so'z yasalishi bu sintaktik usul hisoblanib, bunda so'zlarni qo'shish, juftlash va takrorlash orqali yangi ma'noli so'zlar hosil qilish mumkin. Shuningdek, bizda semantik usul bilan so'z yasalishi ham mavjud, chunki tilning tarixiy taraqqiyoti natijasida so'zlar o'z ma'nosini o'zgartirishi mumkin va buning natijasida yangi so'zlar paydo bo'ladi. Tilimizda bugun mavjud bo'lgan harakatlar strategiyasi ana shunday usul bilan paydo bo'lgan so'zlar sirasiga kiradi. Takrorlab juftlab so'z yasash ham ustuvor hisoblanadi. Bunda so'zlarni bir turkumdan ikkinchi turkumga o'tish holati ham ko'proq uchrab turadi. Misol uchun, dedi so'zi fe'l so'z turkumi bo'lsa-da, dedi kabi takrorlab qo'llanish orqali ot so'z turkumiga oid yangi so'z hosil bo'ladi. Eng avvalo affixatsiya usuli bilan so'z yasalishga to'xtalib o'tamiz. O'zbek tilida bunday usul bilan asosan 4 ta mustaqil so'z turkumi yasaladi. Ya'ni ot, sifat, fe'l hamda ravish so'z turkumlari. Eng ko'rib turganimizdek, eng ustuvor bu yerda fe'l hamda ot so'z turkumida bo'ladi. Ya'ni bunda ko'rib o'tishimiz mumkin. Gulcha. Demak, bu yerda chi qo'shimchasi ot asosdan yangi ot so'z turkumini hosil qilyapti. Ya'ni nas otidan shaxs oti hosil bo'lyapti. Hatto shunday bo'ladiki, boshqa so'z turkumidan yangi so'z turkumini hosil qilishimiz mumkin. Misol uchun, suvsiz so'zida suv asosi ot bo'lib, siz qo'shimchasi bilan sifat so'z turkumiga oid so'z hosil qilingan. Gulla so'zida esa ot so'z turkumidan la qo'shimchasi orqali fe'l so'z turkumi hosil qilingan. Kamroq yasalish mavjud bo'lsa-da, ravish so'z turkumida ham affixatsiya usuli bilan yasalishni biz ko'rishimiz mumkin. Bunga misol qilib fidokorona, ya'ni fidokor so'zi aslida sifat, ona qo'shimchasi orqali bu yerda ravish so'z turkumiga oid so'zni hosil qilishimiz mumkin. Ot yasovchi qo'shimchalar ham o'z navbatida quyidagi turlarga bo'linadi. Shaxs oti, demak bu yerda shunos, tilshunos, kash, aravakash, bog'bon so'zi esa bog' qo'shimchasi orqali hosil qilingan. Va bu yerda e'tibor beradigan bo'lsak, asosdagi ma'noga bog'liq shaxs oti hosil qilinganlar. Nas oti, o'zbek tilida nas oti ham juda ko'p hosil qilinadi va bunda e'tibor qilishimiz kerakki, asos ko'pincha fe'l so'z turkumiga oid so'zlardan iborat bo'ladi. Tortma, o'zgish, ekin so'zlarining asosi ham ko'rinib turgandek fe'l so'z turkumidan iborat. Faoliyat jarayon oti ham, demak, ayni shu faoliyat bilan mashg'ul bo'luvchi shaxslarga bog'lanib hosil qilinishi mumkin. Misol uchun, o'qituvchi, o'qituvchilik, dehqon, dehqonchilik kabi misollarni bunga keltirishimiz mumkin. Mavhum oti. Mavhum ot, demak, bilasizlarki, ko'zga ko'rinmaydigan, faqat tafakkur orqali tasavvurga olish mumkin bo'lgan otlar hisoblanadi. Demak, bu yerda sevgi so'zi ham aynan sevmoq so'zdan hosil qilingan ma'lumot hisoblanadi. Tinchlik so'zi esa tinch sifatidan, ya'ni sodda yozma sifatdan hosil qilingan ma'lumot hisoblanadi. O'rinjoy oti ham Gulzor, O'zbekiston, demak bizning vatanimizning nomi ham Iston qo'shimchasi orqali hosil qilingan o'rinjoy nomi hisoblanadi. O'zbek tilida sifat yasalishi ham juda ham faol hisoblanadi. Ya'ni bu yerda bir narsaga e'tibor qaratishimiz kerakki, faqatgina sifat so'z turkumida od yasovchi qo'shimchalar mavjud. Ya'ni be, ba, bo, ser kabi qo'shimchalar aynan sifat hosil qiluvchi qo'shimchalar turiga kiradi. Misol uchun, be'tibor, boodob, bama'ni kabi. Bu yerda esa, demak, biz aynan sifat yasovchi qo'shimchalarni keltirganmiz. Misol uchun, gulli, li bilan, tuzsiz, siz qo'shimchasi bilan
Kechagi so'z esa kecha ravishida gi qo'shimchasi orqali hosil qilingan. Va e'tibor qaratishimiz kerak no qo'shimchasiga. No qo'shimchasi bir paytning o'zida sifat yasash bilan birgalikda inkor ma'nosini ham hosil qiladi. Ya'ni misol uchun noma'lum deganda ma'lum bo'lmagan degan ma'noli sifatlarni hosil qiladi. O'zbek tilida fe'l yasalishi. O'zbek tilida demak fe'llar asosan ot, sifat, ko'pincha esa taqlid so'zlardan, undov so'zlardan fe'llar hosil qilinadi. E'tibor qaratadigan bo'lsak, gullar, suvsar so'zlari ot so'z turkumidan hosil qilingan, vovullar esa aynan taqlid so'zlari hosil qilinyapti. Bu yerda fonetik hodisa bo'lyapti. Asosda v undoshi bo'lganligi uchun illa qo'shimchasi ulla tarzda talaffuz qilinadi va yoziladi. Shunga ahamiyat beramiz. Sana so'zida ham fonetik hodisa sodir bo'lmoqda. Ya'ni son asosga a fe'l yasovchi qo'shimcha qo'shilganda asosdagi o qo'shimchamiz a o'rnisiga almashib, xuddi shunday talaffuz qilinadi va yozuvda ham a tarzida aks etadi. Bundan tashqari sharqira, salomlash, ikkilan, boyi kabi fe'llar ham aynan turli xil so'z turkumlaridan hosil qilingan. O'zbek tilida morfologik usul bilan ravish yasalishi kam sonli bo'lib uchraydi, lekin bunday qo'shimchalarni ham mavjudligini bilib qo'yishimiz kerak. Ona, do'stona, akam, chinakam, ya'ni chin sifatidan hosil qilinmoqda. Bu qo'shimchalar ichida an qo'shimchasidan juda ko'p hosil qilish mumkin. Majburan, taxminan kabi va lab qo'shimchasi hafta, haftalar. Demak, so'z yasalish haqida gap ketganda soddalanish hodisasiga biz ahamiyat berishimiz kerak. Bu nima degani? So'zning markaz tarkibidagi bu tarixiy hodisa hisoblanadi va bir necha qismli so'zning ajralmas holatga kelib qolishidan paydo bo'ladi. Misol uchun bu yerda mana e'tibor beramiz, dosh qo'shimchasi ham aynan soddalanish hodisasi orqali hosil bo'lib qolgan qo'shimcha. Ya'ni bu yerda da degan qo'shimchaga shay qo'shimchasi qo'shib, tarixiy fonetik hodisa ta'sirida dosh shakli hosil bo'lgan. Shuning uchun bugungi kunda qo'ldash emas, qo'ldosh tarzda ishlatiladi yoki mana safdosh, quroldosh so'zlarida ham aynan mana shu qo'shimchaning soddalanish hodisasiga uchraganligini kuzatishimiz mumkin. Aziz kuzatuvchilar, bugun biz sizlar bilan so'z yasalishining aynan morfologik usuli haqida suhbatlashdik. Keyingi videolarimizda so'z yasalishini batafsil sintaktik, semantik, fonetik usullari haqida ham so'z yuritamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha